hökuməti Uyğurlarga qartılğan irqi qırğınçılıq siyasətini texmi önümlük əməliləşdiriş üçün yaxınqı yıllardan buyan atalmış Cunhua milleti ortaq gəvdəsi bərpa qilish şuarını küçəb təkidləməkdə. Şundaqla Şinjan əzəldillah Xitayning ayrılmaz bir qismi deydigan siyasi səpsətini bazarga sanmaqda. Bunun nəticəsində Xitay hökumət tarixçiləri Uyğur rayonundakı Uyğurlarga aid bolğan maddi və qeyri-maddi mədəniyyət yadigarlıqlarının xas alayidliklərini burmulab, uni Xitayning faydasıga yarasha şərhiləşkə urinib gəlməkdə. Xitay hökuməti Uyğur diyarındakı mədəniyyət yadigarlıqlarının mənbələrini öz tarixiga bağlaş, Uyğurlarning tarixdagi ixtirolarni inkar qilib, uni o'z töhfəsi qilib ko'rsatish. Bu zeminda azaldillah Xitoylarning hukmronlik qilib kelganligidek səpsətisini isbotlash uchun zo'r miqdorda mablag' va zehn kuch sarf qilib kelmoqda. Yaqinqi yillardan buyon Xitoy matbuotlari, bo'libmi Xitoy Markaziy televiziya stansiyasi turpan vəsiqələrdən ibarət neçə 10 minglığan yazma yadigarlıqlardan təşkil tapqan zo'r həcmdəki qədimki tarixi yazmalar haqqında məxsus film işləb tarixi çınlıqqa uyğun bolmagan ilmilikdən jiroq səpsətilərini tarqıtıb gəlməkdə. Vəsiqə sözü ərəbçədən Uyğur tiliga kirgan atalğı bo'lib, Uyğur tili iste'molida hujjat, isbot, tilxat, to'xtam yoki putum degan ma'nolarni bildirdi. Turpan vasiqalari amaliyotda Uyg'urlarning qadimgi zamondagi qonuniy hujjatlarini ko'rsatdi. Xitoylar ishlagan Şinjan haqida tarixiy bayon, Şinjan haqida tarixiy xotirlar qatorliq nurg'unlagan hujjatlik filmlarda Turpan rayonidan tepilgan Turpan vasiqalari deb atalgan yazma yodigarliklar haqida putirab turolmaydigan bir qism bayonlar o'ydirib chiqilgan. Xitoy ishlab tarqatgan bu haqdagi tashviqot filmlarda Turpan vasiqalarining ichida Xitoy tilidagi hujjatlarning soni 2700 parchadan ortiq bo'lib, Turpan yig'imlarining ichida eng asosiy o'rinda turdiganligi. Ayni vaqtdagi Qo'chu elining ma'muriy boshqarish sistemasining Ba'ayni Tang sulolasining ma'muriy boshqarish va idora sistemasiga o'xshaydiganligi. Qo'ju Idiqut dövletining Xitoyning o'ttir tuzlanglik rayonida ziroat o'stirish va dehqonchilikning boshqa turlik egilik shakllarini o'rganib taraqqiy qildirganligi bayon qilingan. Xitoy torbatlaridagi yozmalarda yana Idiqut Uyg'ur davlatining Xitoyning bir tutash boshqarishidagi rayon ekanligi, shunga Turpan vasiqalaridan o'ttir tuzlanglik Xitoy ma'rifining Idiqut Uyg'ur xonligidagi yetakchi o'rinda turgan ma'rif ekanligidek sapsatlarmi keng o'rin olgan. Ma'lum bo'lganidek, Idiqut Uyg'urlarning madaniyat, san'at va iqtisod jihatda qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlari Yevropa ilm sohasidagilar tarafidan xeyli burunla ilmiy asarlar orqali o'ttirg'a qo'yilgan edi. Bo'libmi, milodiya 9-asrda Idiqut Uyg'ur xonligi qurilgandan keyin Uyg'urlarning aslida bor bo'lgan an'anaviy madaniyati asosida Turpan o'ymonligi va Tarim bo'ylarida o'ziga xos bo'lgan ko'p qatlamliq Uyg'ur madaniyati jush urib rivojlangan edi. Turpan vasiqalari haqida Yevropadagi Uyg'urshunos olimlar xeyli burunla tadqiqotini boshlagan edi. Ular Idiqut Uyg'ur xonligiga oid bu hujjatlardan parlaq shahar madaniyati yaratgan Idiqut Uyg'urlarining qurg'oq rayonga xos dehqonchilik egiligini taraqqiy qildirganligi, kevaz o'stirishning Idiqut xonligidagi intayin muhim egilik turi ekanligi, Idiqut Uyg'urlarining üzüm o'stirishga mahir, savdo ishlarida g'oyat zo'r iqtisodiy unum yaratganligidek muvaffaqiyatlarini ilmiy faktlar orqali ko'rsatgan edi. Tarixiy faktlar bizga shuni ko'rsatib beradiki, Uyg'urlar ayni vaqtda Xitoy tarixchilari aytganidek ziroat o'stirishni Xitoyning o'ttir tuzlanglik rayonidan o'rgangan bo'lmasdan, balki o'z jo'grafiyasiga va qurg'oq rayon muhitiga xos ziroatlarni o'z tajribasi orqali yetishtirgan edi. Bida, üzüm, kevaz, zig'ir, kunjut, anar, savza, polak, tavuz va zarangzi qatorliq ziroatlar va mevalar Uyg'urlar yashayotgan Markaziy Osiyo rayoniga xos bo'lgan mahsulotlar bo'lib, ularning ayni vaqtda Xitoy G'arbiy diyor deb atagan Uyg'urlar rayonidan Xitoy o'ttir tuzlangligiga tarqalganligi haqida faktlar mavjuddir. Xitoy tashviqotlaridagi Idiqut Uyg'ur xonligi davrida Xitoy tili va yeziqi asosiy o'rinda turadi degan sapsatisiga kelsak, Qaraxoniylar davridagi dangliq tilshunos Mahmud Koshig'ari o'zining dunyoviy asari Turk tillar divanida Idiqut Uyg'urlarining chinliqlarnikiga o'xshab ketadigan yeziqining borligini tilga olgan.
Olimlar İdiqut Uyg'urlarning bu yeziqni xuddi hozirgi yapon tili bilan korean tiliga o'xshash o'z tilini ifodalash uchun isloh qilib qo'llanganligini ilgari surdi. Tarixchi va arxeolog Qurban Vali apandimi Xitoy tarixiy manbalari va boshqa manbalarga asosan buning yeziqi Xitoycha, ammo o'qilishi xurcha, ya'ni so'g'dicha ekanligini, Qo'ju yeziqi deb atagan va ayni vaqtda Turpan o'ymonligida yashagan İdiqut Uyg'urlarning bu xil yeziqni qo'llanganligini ta'kidlagan. German ekspeditsiyachisi Albert von Lekok qatorliqlar 20-asrning boshlarida Turpandan elib ketgan vasiqalar hozir Germaniya Berlinda saqlanmoqda. Bu haqda uzun mazgil tadqiqot elib borgan Albert von Lekok Turpandan yig'ilingan Qo'ju davriga oid yo'galma vasiqalarning bir yuziga Xitoycha yeziq, yana bir yuziga Uyg'urcha yeziq tushirilganligini, Xitoycha xatlarning amaliyotda Uyg'urcha ohang bilan o'qildiganligini bayon qilgan. Tarixiy materiallarga qaraganda, ayni chog'larda Turpan o'ymonligida birla vaqtda 10 necha xil yeziqning qo'llanilganligi ma'lum. İdiqut Uyg'urlari so'g'di yeziqi asosida taraqqiy qilgan qadimki Uyg'ur yeziqi bu rayondagi eng asosli yeziqqa aylanib, ko'plagan yozma vasiqalar bu yeziqda qoldirilgan. Qadimki Uyg'ur yeziqidan boshqa Turpan o'ymonligida yana turk runik yeziqi, mani yeziqi, brahmi yeziqi qatorliq ko'p xil yeziqlarmi ishlatilgan. İdiqut Uyg'ur xonligi davrida Uyg'urlarning muntazam ma'arif sistemasi shakllanganligi va jush urib rivojlanganligi ma'lum. İdiqut Uyg'ur xonligi davrida Uyg'ur bilim odamlari dunyoviy dangliq asarlarni Uyg'ur tiliga tarjima qilib tonishtirgan. Turpan o'ymonligidan qazib olingan Ezop masallalari va Injilning qadimki Uyg'ur tilidagi parchalari shuning jumlasidandir. İdiqut xonligi davridagi Turpan o'ymonligida turli diniy e'tiqodlarning birlikda mavjud bo'lib turganligi va bir-biri bilan do'stona munosabat o'rnatganligi, kimning har qanday bir dinga e'tiqod qilishidan qat'iy nazar, bilimlik va odil bo'lsa, hamma kishining hurmatiga sazovor bo'lganligi ma'lum. İdiqut davridagi Uyg'ur madaniyatini tadqiq qilgan olimlarning ilgari surishicha, İdiqutda hatto bilgi kengashi ta'sis qilingan bo'lib, Uyg'ur tili bilan sanskritcha, xitoycha, to'xarcha va so'g'dicha tillarning qo'sh tilliq izohliq lug'atlari tuzilgan ekan. İdiqut davrida madaniyat ma'arif ishlari quyuq Budda madaniyati tusida rivojlangan bo'lib, ibodatxonalar ta'lim-tarbiya markaziga aylangan ekan. İdiqut Uyg'urlardan shu davrlarda Sinqu Sali Tutunga o'xshash dangliq tarjimonlar yetishib chiqqan. Oltin Yoruq qatorliq mashhur asarlar yuqori fasohat bilan Uyg'ur tiliga tarjima qilingan. Xitoy matbuotlarida ko'rsatilganidek, ayni vaqtdagi İdiqut Uyg'urlari madaniyat va yashash usuli jihatdan Xitoy o'ttir tuzlanligiga emas, balki o'z tuproqlarining jo'grafiyalik afzalligiga asosan Hindi, Iran va Yunon qatorliq dunyodagi ilg'or madaniyatlardan tangli bahar olgan edi. Tarixiy manbalar va yozma vasiqalarga qaraganda, hatto İdiqut xonligiga ko'chib kelgan Xitoylarmi Uyg'urcha kiyinadigan, Uyg'urcha chash qo'yadigan, turmush usulida Uyg'urlarning qoida yo'sinlarini qo'llanadigan, shuningdek farzandlarini Uyg'ur tilida o'qitadigan bo'lganligi ma'lum. Mashhur germaniyalik turkolog Anne Maria von Gabain, arxeolog va ekspeditsiyachi Albert von Lekok va Turpanda ko'p qatim tekshirishda bo'lgan German ekspeditsiyachilardan Albert Grönwedel qatorliq kishilarning keyingi hayotida yezib qoldirgan mo'l mazmunliq kitoblarida İdiqut xonligi davrida maydonga kelgan ko'p qatlamliq Uyg'ur madaniyati va uning bebaho qoldiqlari dalil paketlari bilan yo'ritilgan. Xitoy tarixchilarining yaqindan buyon Xitoy hukumatining qo'llashi orqasida Uyg'urlarning tarixda yaratgan mo'l madaniyat muvaffaqiyatlarini yo'lga chiqarishga urinishi, Uyg'ur rayonida maydonga kelgan har qanday bir madaniyat hodisasini Xitoy o'ttir tuzlanligiga bog'lashga tirishishi, hatto arxeologiyalik va boshqa tarixiy tepilmalarni Xitoyning manfaatiga bog'lab sharhlashga o'tishi, Xi Jinping boshchiligidagi Xitoy hukumatining Uyg'urlarni nishon qilgan irqiy qirg'inchilik va uning yana bir tarafi bo'lgan madaniyat qirg'inchiligidan boshqa narsa emas. Xitoy doiralari navbatda Uyg'urlarning bu zaminning haqdor egalari ekanligidek haqiqatni yepish uchun yolg'on tarix yaratish, madaniyat yodgorliklarining asli aloyidligini o'zgartib sharhlash, uning Uyg'urlarga oid qismini chiqarib o'tish
yoki uningga Xitoy hukmronligini gavdalantiradigan qismlarni zo'rlab qo'shish bu zemindagi barliq tarixiy va arxeologiyalik izlarni Xitoyning siyosiy eğitimi bo'yicha sahnaga elib chiqishdek sharmandalarcha urinishlarni elib bormoqda. Halbuki, dünya madaniyatiga o'chmas töhfalarni qo'shib kelgan Uyg'ur xalqi tarixning hamon bir kuni barliq saxtalıqlarni süpürüp taşlaydiganligiga, dünya jamoatining bo'libmi ilm sohasining po'latdek paketlar orqali Xitoyning siyosiy tashviqotlari va sapsatalarini chang to'zonga aylantirib etadiganligiga shaksiz ishonadi. Uyghur xalqi yana minglarcha yillar qum ostida ko'milib yotgan turpan vasiqalarining hamon bir kuni tilga kirib, tarixning asli qiyofatini aynan oshkora qildiganligiga, o'ziga surtilgan barliq saxta pardozlarni yirtib tashlab, haqiqatni javlan qildirdiganligiga ishonadi.